Aprel oyi umraga borish narxlari nech puldan bo'lyapti va reyslar qayerlardan uchiladi degan savollar ko'pchilikdan tushyapti. Hozir bugun sizlarga inshaalloh qayerlardan reyslar uchiladi va narxlari va sharoitlari haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketamiz. Video boshlashdan oldin bir dona like bosib qo'yinglar. Kanalimizda mehmon bo'lsanglar, albatta podpiska tugmasini bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar do'stlar. Xo'p, ko'pchilikdan tushayotgan savollardan biri istak va talablarga binoan vodiydan ham reyslar qo'ydik. Ya'ni 19-aprel sanasiga Namangandan 20-aprel sanasiga Farg'onadan ham reyslar qo'ydik. Ya'ni Namangan-Jidda va Farg'ona-Jidda. Undan tashqari 21-aprel sanasiga Samarqand-Jidda reysimiz ham bor. Undan tashqari 22dan boshlab 29-aprel sanasiga Toshkentdan Madinaga reyslar. Ya'ni kunni reyslarimiz uchib turibdi inshaalloh. Narx-navolari $1150 do'stlar. Buni ichiga nimalar kiradi? $1150 ichiga nimalar kiradi degan savollarga haram yaqin Gasisa, 3 mahal milliy taomlar, Madina-i Munavvarada 3 kun mo'lnadi, Makka-i Mukarramada 11 kun mo'lnadi do'stlar. 50 boshi sizlar bilan birga ketib, birga qaytib keladi do'stlar. Shunisiga ham e'tibor beringlar. Ya'ni hammasi shu $1150 ichida kiradi. Undan tashqari sayohatlar. Hamma sayohatlarimiz bor do'stlar. Bemalol ekranda ko'rinib turgan nomerlarga aloqaga chiqinglar yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali Hop, Telegram yoki WhatsApp orqali ham aloqaga chiqsalaring bo'ladi do'stlar. Shu nomerlarimizda Telegram ham, WhatsApp ham ochilgan do'stlar. Narx-navolarimiz $1150. O'zingizga qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, telefon qilib bemalol savollaringizga javob olishingiz mumkin. Bir dona Zagran pasport evaziga joylaring, bron qildirsalaring bo'ladi do'stlar. Hop, biz hozirda qo'shni Tojikiston, qo'shni Rossiyada ishlab, ota-onamni yaxshi niyatda umra safariga jo'natamiz degan do'stlarimiz bor. Sizlar ham bemalol aloqaga chiqaveringlar. Bir dona Zagran pasportni Telegram yoki WhatsApp orqali tashlaversalaring do'stlar. Inshaalloh joylaring bron qilib qo'yamiz. Faqatgina sizlardan iltimos, Zagran pasportlarini tashlab berganlaringda kishi boshiga $50 yo $100 zakat puli so'raymiz. Bu zakat pulini so'rashimizdan maqsad do'stlar, vizamlar bilet yozdirishimiz kerak. O'shuncha o'zimizga ishonarli bo'lish uchun $50, $100 zakat olamiz. Qolgan to'lovlar bemalol aeroportda qilsalaring bo'laveradi do'stlar. Xo'p, bundan keyingi videolarda ko'rishguncha o'zlaringizni ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar do'stlar.